Xorazm Elite House'ni sotuv bo'limine geldik. Hozir sizlar bilan birlikda Setbekdan ma'lumot olamiz. Qaysi nerlarida hozir sotuvlar boshlangan, tayyor joylar bor yoki bo'lmasa bitish kutilayotgan joylar haqida ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Setbek. Assalomu alaykum Og'abek, yaxshi keldingizmi? Xush kelibsizlar. Xudo xohlasa, obunachilarimizga ma'lumot beradigan bo'lsak, birinchi ko'pchilik kutgan subsidiyadan boshlaman gapni Og'abek. Subsidiya biz biladilar, o'zi Xorazmda avtorskiy proyektimiz bor. Bu Shovot yo'li proyekti. Rosenterboskaydan o'tganning 10 qo'lda qizil domla. Buni hamma biladilar. Sho'rni qurilishi ketib turibdi. U yerda umumiy 12 dom tushgandan, shuni hozir 5-blokimizni hamma dokumentlari bitdi. 5-blokimizni. Bu yerdan ya'ni dokumentlar hammasida ham Gazamba ichida liftdan bitib turibdi, ko'chasini azeleniyasi ham mayda-chuydalargacha bitdi. Borib uyni remont etib yashaveradi. Bu yerda birinchi etajdan 5-etajgacha, birinchi etajdan 5-etajgacha joylarimiz bor. Ya'ni 48 metr kvadratdan 100 metr kvadrat. 100 metr kvadratgacha 100. Bu yerda 48 metr kvadratdan 100 metr kvadratgacha bo'ladi. Ya'ni klientlarimiz keladilar, o'zlari yoqqan joyni oladilar. Faqat DP etajlar emas, xolon etajidan bor, xudo xolasa subsidiya. Birinchi qavatdan DP qavatgacha. Birdan ham bor. Birdan bir xonali, ikki xonali, 3 xonali domlarimiz bor. O'zidan ma'qul yerini oladi. Biz aynan shu subsidiya oladigan mijozlarimiz uchun qo'yganmiz uni, sotmaylik. Ya'ni xalqimizni o'ylagan holatda. Bundan tashqari naqdda so'raydilar, nalichi pula. Nalichi ham bor. Ya'ni naqdda so'rasalar, qulayliklar bor. Masalan, skidkasi bor. Ya'ni puldan qaytib beriladi. Bizning pulimiz buzilmasligi uchun. O'zingiz bilasiz, xohlasa mijozlarimizga zo'r aytib beramiz. Undan tashqari Shovot yo'l loyihamizda hozir 10-11-bloklarimiz sotuv ochilgan, u yerdan dimjolli massiviy qurilish ketib turibdi. Xudo xolasa videosini qo'yib o'tamiz. Bu yerda sotuvlar ochilgan, hozir birinchi etajdan bilan xolon etajidan joy olsalar bo'ladi-dan, kelib ma'lumot bersalar, videoning tenda nomerlar bo'ladi. Bemalol kelib xolondan ma'lumot olsalar bo'ladi. Subsidiyaga berilgan joylardan o'shalar shuning o'zidan subsidiyaga emas, men o'zini pulni bir bo'lib to'lashga variantlar bormi shunda? Xudo xolasa pastdagi nomerlar aloqa chiqarsalar, kelishamiz xudo xolasa. Varianti bor, va lekin kamroq muddatda bo'ladi. Shundan mijozlarimizni o'ylaymiz. Barcha harakat etamiz bor bir-ikki joy. Men kelib bilaman, masalan, musofirdan ko'rib o'tirgan bo'lishi mumkin, yosh katta ana-otamlar ko'rib o'tirgan bo'lishi mumkin. Nechta variantlarimiz bor, onlayn variantlar. Onlayn variantlar o'zi videosini ham qo'yib o'tsangiz zo'r bo'lardi. Tashlab beramiz. Onlayndan ko'p klientlarimiz bizdan shartnoma etadilar. Instagramimizga yozadilar, Telegramimizga yozadilar. Onlayn shartnoma etsalar, qaysidir bir yaqin narsa ular bilan ham shartnoma qilib bilamiz. To'lovni shonda turib ham qilaradilar. Uning klientlarimiz ko'p. Zo'r otsiv videolar bor, tashlab beraman, videoga qo'yib o'tasiz. Keyin Setbek meni bir so'ntirgan, hayron qoldirgan va yo'lda Eldangizda Gentra turadi. Bantik o'rab qo'ysa, nomi Gentrani endi xudo xolasa Yangi O'zbekiston massivimizdan qurilish ketib turibdi. 3 ta dom quribmiz. A, B, C bloklarimiz. A blokimiz deyarli bitib qoldi. 9 etajlarni dikladik. Jadal ketib turibdi. Bu yerda ham sotuv bor. Shu yerdan xarid qilgan mijozlarimizga beriladi o Gentra. Faqatgina Gentra emas, bir dona omadli mijozimizni uyni remont etib beramiz. Polni. Ya'ni 60-70 odam shartnoma etadi-ku, уже 50 bo'ldi. Ya'ni 10 dona odam sotib olsa, o'sha Gentrani ham o'yimiz, remontlardan ham o'yimiz, barabara tashaladi, qaysi omadli mijozlar tushsa, shu xarid qilib biladi. Buni masalan 60 bo'lganlarini, o'ynalganini obunachilarimiz nedan biladilar? 60 ga to'lganini, qachon o'ynalishini. Instagramimizda yoritib berganimiz shularni, qachon o'ynashini. Uzoqi oktyabr oyida o'ynaladi, undan o'tmaydi. Uzoqi oktyabr 15-20 kun desek ham bo'lardi, chunki Yangi O'zbekistonga qiziqish ko'p bo'lib turibdi. Endi qiziqish ko'p bo'lib turgani sababini ham aytaman. Yangi O'zbekiston massivimizda shu vaqtgacha 30% to'lab 4 yilgacha o'ylanib berganmiz biz. Bo'lib to'lasha, hech qanday foizlasiz 50 oygachadan 4 yildan ham sal ko'proq vaqtda berganmiz. Endi biz xalqimizga shuning zo'r taklif tayyorlayapmiz. Xorazmda bo'lmagan, xudo xolasa 10 yilga bo'lib bersinlar uyni. 30% to'lamasinlar. 20% to'lasalardan 10 yilda ya'ni 120 oy bo'ladi. 120 oygacha uyni bo'lib to'lash imkoniyati bor. Bu taklifni biz ustida ishlatibmiz. 15-20 kunda sotib ochiladi bu taklifni. Hozir pastda nomer qo'ysak, telefon urib, o'zlarining ro'yxatdan o'tib qo'ysalar, men shu taklif bilan uyajakman desalar, biz o'zlarimizning qizlarimiz, sotuv menejerlarimiz chiqib, ular bilan bog'lanadi, sotuv ochildi deydi, kelib bemalol shartnoma qilib ketaveradi.
Undan ham kam sonli uy qo'yiladi, bilasiz, 10 yildan oz vaqt emas. Uspetatik kanallar, uspetatik qiladi xudo xolasa. Bu yerda boytilishi bo'yicha endi sizlar hech qanday xalqni pulini qurib turgan joy bo'lmaydi. O'zlaringizni kesangizda 100% bitadigan joy. Masalan, naqdini bersa skidga, uning degan gap bo'lmaydi. O'zlarining yog'dayidan kelib chiqib, u oz vaqt emas-da. 10 yil degan vaqt masalan bir bola doğulup turib 3-4 klass bo'ladi-da. To'shni. Menimcha arzimagan puldan tushadi oyna, to'g'rimi? Oylik to'lovi ham maksimal oz bo'ladi. Oylik to'lovi qarang, 2.8 million so'mdan tushadi. Bu aytganda hozir mashina 5 million to'lab yuribdilar, xalq yurtdoshlarimiz. Shunda günni 10 ming so'mdan ham tushmaymi? 2.8 million so'mdan boshlanadi. Bir xonali uylarimizniki oshib ketaveradi. 2 xonali uylarimizniki 3,5-4,5 million metr kvadratına qarab, eng katta uyimiz bor, 115 kvadrat. Shuniki 6 million so'mga yaqin chiqadi. Bu ham zo'r degani, chunki hozir hisoblab ko'rsalar, eldan 20% ni to'lasa, endi Asadbek qaranglar, bu qiziqish menimcha massaviy bo'ladi. Ko'p yerlarda e'lon qilgan bo'lishingizga ko'pchilik qiziqadi. Men obunachilarim masalan 2.8 million so'm to'lab biladoni bor, 1 millioni bor, masalan 1-2 kungacha qasam tushib bo'ladi, nav dokumentlar kerak bo'ladi. Savollar ko'payib ketdi-da o'sha. Izingizdan tuzilib keladi. Endi to'liqroq savollaringizga javob olaman desangiz, ofisga kelsangiz, shunda tushuntirib beradilar. Men qisqacha ko'p berilgan savollarning javobini hozir Asadbekdan olamiz. Nechta yo'l dasturi, nav dokument kerak bo'ladi? Bizning hozir hujjatlarimiz tayyor. Buni aytsak hozir kattaroq temani gasillar, qizlarimiz hamma narsasini tushuntirib beradilar, xudo xolasa. Ular ro'yxat olib qoladilar. Sotuvni ochdik degan kun telefon uradilar. Bemalol joyni rasmiylashtirib ketaveradilar, joyajak klientlarimiz. Men ya sho'radan spravka, yagona darchadan ya qarz yo'q bunday narsa yo'q, shu pasport bilan keladi. Faqat pasport bilan keladi, shartnoma oladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi hozir sizlar bilan birgalikda yangi qurilishi aytganimizdek subsidiyaga berilib turgan joylar haqida qisqacha borib ko'rsatib berishga harakat qilamiz.